yozdi. Huma kataba, u ikkisi yozdi. Hum katabu, ular yozdilar. Bu o'g'il bolalar uchun, qiz bolalar uchun. Hiya katabat, u yozdi. Huma katabata, u ikkisi yozdi. Hunna katabna, ular yozdilar. Huwa akala, u yedi, o'g'il bolalar uchun. Huma akalata, u ikkisi yedi. Huma akaltu, ular yedilar, o'g'il bolalar uchun. Hiya akalat, u yedi, qiz bolalar uchun. Huma akalata, u ikkisi yedi. Hunna akalna, ular yedilar, qiz bolalar uchun. Huwa la'iba, u o'ynadi. Huma la'iba, u ikkisi o'ynadi. Hum la'ibu, ular o'ynadilar. Endi bu yoqni bilasizlar. La'ibat, o'ynadi. La'ibata, u ikkisi o'ynadi. La'ibna, ular o'ynadilar. Nazara, qaradi. Huma nazara, u ikkisi qaradi. Hum nazaro, ular qaradilar. Hun nazorat, u qaradi. U qiz bolalar uchun. Nazorata, u ikkisi qaradi. Nazorana, ular qaradilar. Soha, qichqirdi. Soha, u ikkisi qichqirdi. Sohu, qichqirdilar. Qiz bolalar uchun. Sohat, u qichqirdi. Sohata, u ikkisi qichqirdi. Sohna, u ikkisi. Ular qichqirdilar. Dakhala, kirdi. Dakhala, u ikkisi kirdi. Dakhalu, ular kirdilar, qiz bolalar uchun. O'g'il bolalar uchun, uzr. Qiz bolalar uchun. Qiz bolalarga o'tamiz. Dakholat, u kirdi. Bitta qiz bola, ya'ni. Dakholata, u ikkisi kirdi. Qiz bolalar uchun. Dakhalna, ular kirdilar, qiz bolalar uchun. Dakhalna, o variantli harflarini a deb aytsam bo'ladi, o deb aytsam bo'ladi. Arab tilida farqi yo'q, lekin Qur'onda o qilish kerak. Dakhalna, kirdilar. Shariba, ichdi, ichmoq fe'lidan. Shariba, u ikkisi ichdi. Sharibu, u ikkisi, ular ichdilar. Ko'plikda. Bu o'g'il bolalar uchun. Qiz bolalarga o'tamiz. Sharibat, u ichdi. Bitta qiz bola, ya'ni. Sharibata, u ikkisi ichdi. E'tibor beratgan bo'lsanglar, bir xil. Yana bir qaytaraman. Bir xil. Ikkilik doim bir xil bo'ladi fe'llarda. Sharibata, u ikkisi ichdi. Bir xil bo'ladi. Qiz bolalar uchun ham, o'g'il bolalar uchun ham xolisinglar ko'ringlar. Sharibna, ular ichdilar. Lekin buni arab tilini o'rganayotgan, bu fe'llardan o'tgan zaman fe'lini biladiganlar bilishadi. Ato'a, itoat qildi. Ato'a ayn harfi tutuq belgisi bilan belgilanadi. Buni yaxshi bilishadi. O'zbek tilida arab harfi ato'a, u ikkisi yozdi. U itoat qildi. Arab harflarini o'zbek tilida yozilgan variantni o'qiydiganlar juda yaxshi bilishadi. Ayn harfi tutuq belgisi bilan yozilishini. Ato'u, itoat qiladilar. Endi qiz bolalarga o'tamiz. Qiz bolalarga o'tamiz. Ato'at, itoat qildi. Endi tutuq belgisi bilan yozish kerak edi, sal tushunarliroq bo'lsin dedim. Lekin tutuq belgisi bilan yoziladi aslida. O'zbek tilida yozilgan. Qur'onni o'qigan odam biladi. Ato'ata, itoat qiladi. U ikkisi itoat qildi. Ato'na, itoat qiladilar. Qiz bolalarga. Xo'p, keyingi fe'limiz rokada, yugurdi.
Rokada u ikkisi yugurdi. Rokadu ular yugurdilar. Endi oxirgisi qiz bolalarga o'tamiz. Rokadat u yozdi. O desa ham bo'ladi, A desa ham bo'ladi. Ya'ni oliy harflari A deb o'qisa ham bo'ladi, lekin Qur'onda hammasida O bo'lishi kerak o'qiyotganda. Arab tilida A desa ham, O desa ham bo'laveradi. Xohlasanglar arab tilini biladiganlardan so'rashinglar mumkin. Rokadata u ikkisi yugurdi. Boshqa arab tilini biladigan professor o'qituvchilardan so'rashinglar bo'ladi. Rokadata u ikkisi yugurdi. Lekin arab tilini o'rganayotgan o'quvchilar yaxshi bilishadi buni. Bu holatni bilsa kerak menimcha. Rokadni ular yugurdilar. Qiz bolalar uchun bu. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, hurmatli obunachilar, yana bir aytaman. Oliy harflarni O qilib o'qiydigan harflarni Qur'onda O deyishingiz mumkin. Masalan, xo, ro, so, to, so, do, zo, to inkor qilmaymiz. Qur'onda O bo'ladi, lekin arab tilida xohlasangiz O deng, xohlasangiz A deng, farqi yo'q, lekin arablar A deydi. Men O'zbekiston Islom akademiyasida o'qiganman, bilib aytganman. O'zbekiston Islom akademiyasida ustozlarimiz A ham derdi, O ham derdi. Menda mana Ahmad Musa degan ustozim bor edilar, Islom akademiyasida. A ham derdilar, O ham derdilar. Lekin ustozdan so'raganimizda ustoz aytardilarki, xohlasanglar A deylar, xohlasanglar O deylar, lekin farqi yo'q, ma'noga ta'sir qilmaydi, lekin arablar ko'proq A ni ishlatadi, A deydi ko'proq deyishgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, hurmatli obunachilar, e'tirozlar bo'lmasin. Xato aytayotganimiz yo'q. Yana bir bor takrorlaymiz. Arab tilini o'rganayotgan, endi boshlagan fe'l уже yodlab bo'lgan, masalan, o'quvchilar yaxshi bilishadi bu narsani. Shuning uchun xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar.